ijtimoiy tarmoqlarning yaxshiligi shundaki, Instagram, YouTube, TikTok juda ko'pchilikka foyda keltiryapti. To'g'ri, buni zararli tomonlari ham bor, lekin xalqimizga bu tomonlama foyda keltiryapti deb o'ylayman. Nimaga desanglar, Shavkat Zulfiqorni uylarida mashinavesdan chiroyli holatda o'rnatgan edik, rosa trendga chiqib ketdi. Ishonsanglar, hozirgacha anchagina qo'ydik, 30-40 talab qo'yib tashladik. Ko'pchilik buni narxini so'rashadi, bizga yozishadi. Doimo narxlarni tushuntirib, erinmasdan ma'lumot beramiz. Ular hammasi moddiy tomonlama jamg'arib, keyin yana aloqaga chiqadiganlar juda ham ko'p. Hozir mana eski uy просто remont qilishayotgan bu joyi polностью. Biz navesti qo'yamiz, darvozani qo'yamiz, derazalarga reshotkalarni qo'yamiz. Buni ko'rinishi 100% ga o'zgaradi. Hozir video davomida ko'rasizlar, buni kranda yuqoriga ko'tarib, mana gaz turbani yuqori qismiga qo'yamiz. Bu navesda bir tasodifan zo'r ketib qolgandir, reklama bo'lib ketgandir deb aytishinglar mumkin. Lekin 2023-yilda chiqqan shedevr fasondagi o'sha legenda bo'lib turgan darvoza bor, Desartkovka avtoriskiy qilgan. Bu narsa ham internetga biz joyladik. Zo'r holatda ketdi. Ishoninglar, hozir qo'limizda rosa ko'p o'sha zakazlar. Bu aniq aytaman, Instagram, TikTok, YouTube hammasini xalqimizga bo'layotgan qulayligi, foydasi deb o'ylayman. Aloqaga chiqaverasizlar, naves, reshotka, baryer, darvoza, любой metall ishlarni xudo xolasa ideal holatda O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bepul holatda o'rnatib beramiz. Sizlarga yoqsa keyin pul berishinglar mumkin. Bolalar, davom ettiramiz. Har bittasi ideal holatda polностью millimetrga ahamiyat berilgan.